أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hörmətli qardaşlar, biz bugün Sura Al-İmran'ınki 102. ayetiga keldik. İlgirki ayetlerde Allah Subhanahu ve Taala mu'minlarda ahli kitobga, din düşmanlariga qarshi bir iymonat kuchi bergandan keyin mu'minlarga hayotida qanday yo'l tutish, Alloh bilan bo'lgan aloqasini qanday shaklda saqlash haqida ta'limot berib davatidi. Astag'izu billah. Ya ayyuhallazina amanu taqulloha haqqa tuqatih va la tamutunna illa va antum muslimun. Ey mu'minlar, Allohdan haqiqiy ravishda qo'rqinglar, faqat musulmon holatda o'linglar. Ya'ni oyatda Allah'tan qo'rqinglar degan bir ifoda bor qarindoshlar. Allah'tan qo'rqinglar degan ifodani anglagandan keyin kallamiz qilgan narsa cho'qim bu yerda Allohni g'azablantiradigan, bizni mushu sabablik mashaqqatga, jafoga, ya'ni kelgusida bir zararga uchratadigan bir ish bor. Allah Subhanahu va Taala buningdan o'zinglarni saqlanglar deyotdi. Chunki arab tilidagi ittaqu, men qo'rqish deb tarjima qilayotgan ittaqu asli lug'at ma'noda bir kishi o'zilan, ya'ni bir narsaning o'tirida bir to'soq, parda, bir aroquyish degan gap, ya'ni zarardan saqlanish uchun. Qur'onda bu xil ifodalar ba'zida lafzul jalala, ittaqulloh shaklida kelgan, ba'zida ittaqunnar, Sura Al-Imron'dagi 131-oyatda vattaqunnar allati uiddat lil kafirin. Mana shaklda kelgan, ya'ni ba'zida tarjima qilgan vaqtda do'zaxdan qo'rqinglar degan bo'ladi. İttaqullah degani tarjima qilgan vaqtda Allohdan qo'rqinglar degan bo'ladi. Ammo so'zning asli ma'nosidan yaqilab kelsak, ya'ni o'zinglar bilan do'zaxning o'tirida bir qat parda qo'yinglar degan bo'ladi. Bu tushunishlik. Ammo ittaqullah degan vaqtida Allohdan qo'rqinglar tarjima qilsam sizlar qolay tushunarsizlar. Ammo bayatni deganimizdek so'zning asli ma'nosini bo'ylab kelganimizda Alloh bilan oranglarda bir parda qo'yinglar degan bo'ladi-ku bu. Ammo biz doim bir mu'min bo'lish sifatimiz bilan Alloh bilan birga yashashni. Innalloha ma'ana, Alloh biz bilan birga. Biz Allohga yaqinlashimiz deydigan bir yo'lda ketayotgan, deydigan bir aqidada ketayotgan bir kishilar bo'lish sifatimiz bilan Alloh bilan birga bo'lish, Allohga yaqinlashishning tam aksi bo'lgan Alloh bilan o'zinglarningki orasida bir parda qo'yinglar degan hukmni qanday tushunamiz deydigan bir savol kelishi mumkin. Ya'ni Alloh Subhanahu va Taolaninki ikki xil sifat bo'ladi. Birisi jalol sifati, yani birisi jamal sifati. Jamal sifati Allohninki mehr shafqatlik, mag'firat qilg'uchi bo'lish, rizq berguchi bo'lish, parvish qilg'uchi bo'lish qatorliq inson uningdan manfaatlanadigan, insonning inson bo'lib turishi va insonning kelgusidagi butun insonni xush qiladigan butun sifatlarning hammasi Alloh Subhanahu va Taolaninki jamal sifati deb ataladi. Hamda Allohning yana bir sifatlari bor, jalol sifati. Allohga osiylik qilganlarni Alloh do'zaxga soladi, jazolaydi, imtiqom oladi, qahhor, jabbor degandek Allohning g'azabini keltirgan osiylar va Allohni inkor qilgan dinsizlar, mushriklarni jazolashga oid bir sifat bo'ladi Allohning. Buni biz jalol sifati deymiz. Do'zax dal shu sifatining ichidagi juz'iyatlardan bir juz'iyat hamdi. Bu nuqtadan qaragan vaqtda Allohdan qo'rqinglar degan ifoda, ittaqulloh ifodasi asli Allohning mushu tarafidan saqlaninglar. Allohning g'azabiga yo'liqishdan saqlaninglar. Allohning do'zaxiga yo'liqishdan saqlaninglar degan ma'noda bo'lib, Qur'oni Karimdagi ittaqulloh bilan ittaqunlarning ma'nosi mushakaga vaqtda o'rtaq bir ma'noni ifodalaydi. Bu bir demak cho'qan gap oyatning boshida. Lekin oyatda yana bizning diqqatimizni tortadigan yana bir nuqta ittaqulloh haqqa tuqatih deydigan bir ifoda. Allohdan haqiqiy ravishda qo'rqinglar. Haqiqiy, haq degan so'zni tahqiqlaganimizda har qanday bir narsaningki o'zgarmas,
muqim, asli holati bu haq bo'ladi. Mushu bo'yicha kelsak, haqiqiy taqvolik degan nima desa, mu'min shundoq bir iymonda bo'lish kerakki, u iymon mu'minda aslo va aslo o'zgarmaydi. Na oldiga, na keyniga, na o'ng yoki so'l tarafga midirmaydi. Allohning yo'lidan tamtirmay yoki uningdan u yoq bu yoqqa eg'ib ketmay, Allah hayotga tatbiqlashga buyurgan barliq ta'limotlar, barliq prinsiplarda mustahkam turib Məniş haqiqat taqvalı quludu. Əsl ölçü bilan degan vaqtda, yəni Allah'a asla asilik qilmaslik, Allah'ını asla unutmasını zikr qilib turish, Allah'ın ne'matlariga asla inkor qilmasini shukr qilish, bu shaklda Allah qildigan o'rinlarda davom qilish, qilmadigan o'rinlarda davom qilmaslik, bu shaklda haqiqiy taqvolik quludu. Bu nuqtadan o'ylagan vaqtda insonning ba'zi haqiqiy taqvolik qilmaydigan yeri chiqib qoladi. Chunki inson ba'zida Allohga itoat qiladi, Allah'ın manhaj yo'llarida mangadi, ta'limotlarini hayotiga uyg'unlaydi. Ammo ba'zida insonda yana bir holatlar paydo bo'lib qoladiki, tam aksi, inkor qilib qoladi, degan ishni qilolmaydi. Shuni bilan qanday bo'ladi? Asi bo'lgan bo'ladi. Bunda ahvolda haqqa to'qati degan o'lchamga tushadigan inson nihoyat oz tushadi. Ana buni qanday tushunamiz anda bo'lsa? Bu nuqtani desa, ba'zi ulamolar deydi, mushu oyat tushgan vaqtda sahobalarning bir qismiga ig'ri keldi bu oyat. Chunki bayatni deganimdek, ittaqulloh haqqa tuqati. Allohdan haqiqiy ravishda qo'rqish degandek, men bayatni degan ash ilibdek zodi uyan bu yonga ag'may, rarus tüz yo'lda her bir ta'limotni birdan urullab menish haqiqiy taqvo. Unda inson unda qilib bo'g'ilmaydi. Chunki insonning ojizligi bor. Sahobalar buni anglagan vaqtda, ig'ir kelgan vaqtda ba'zilar kim qodirlaydi bunda haqiqiy taqvolikqa degan vaqtida Allah subhanahu va taolo ittaqulloh haqqa tuqatihni izohlab bunu oyatni tushadiki, fattaqulloh hammasata'tum. Ya'ni biz tushunib olgandek shaklda emas. Ana o'zi qanday shaklda desa, ya'ni Alloh subhanahu va taolo insonlarni o'zining mu'min bandlarini buyurgan har qanday ishqa insonning kuchi yetadi. Kuchi yetmaydigan har qanday ishqa buyurmaydi. Allohdan haqiqiy ravishda qo'rqish faqat inson toqatida bo'ladi degan ma'no chiqadi. Shunga ba'zi qarindoshlarimizninki ma oyatning mazmunini xato tushunib olgan ahvollar bor ba'zida. Shunda bir ishlarni qilg'usi kelmasa yoki ko'ziga qiyin kiransa, fattaqulloha mastata'tum. Alloh qilalg'iningizcha qiling degan, Allohdan qo'rqqiningizcha qo'rqinglar degan deb chekinib oladi. Biz bu yerda shunda deymizki, Allah buyurgan her iş insanın taqati ichida. Allah insan taqat yetmaydigan hech qanday ishga buyurmagan. Chunki Allah insonning yaratquchisi, insonning nimaga kuchi yetadi, nimaga kuchi yetmaydi, buni Allah obdan biladi. Allah buyurdimi, inson uni cho'qim qila oladi. Har bir inson ta'turmaniga berib, men ma'ni qilolmadim, mening taqatimning sirtida ekan, bo'ldi, men bunga mukallaf emas deyish haqqi bo'lmaydi. Haqiqiy taqvolik shu. Ya'ni inson qila oladigan doirada buyuruydi Allah, shuni voyaga yetkazib qilishning o'zi haqqa tuqati bo'ladi. Masalan qarasak, inson taqati yetmaydigan doiralarga ko'z yugurtib boqayli, deyishinglar mumkin. Din buyurgan ishlarni qarab boqayli. Inson safarga chiqdi, namozlarini muqim turgan vaqtidagi o'xshash o'qiolmaydi. Ro'zasi jafol darhallam bir ruxsat tushadi. Namozni qasr qilsa, jami qilsang bo'ladi. Ro'zini vaqti tutmasang bo'ladi, kin qazosini qilib qanday qilsang, tutib olsang bo'ladi. Ya'ni masala aniqki, Alloh subhanahu va taolo la yukallifullohu nafsan illa wus'aha. Taklif qilgan har bir nuqtada inson qudrati yetadigan, taqati yetadigan nuqtada taklif qiladi, uningdan eshirib o'tmaydi. Bu nuqtadan Alloh buyurgan har ish, Allah dinde belgilagan her bir belgileme insonning taqat doirasida bo'ladi. Inson ashuni mening taqat doirimda deb turib ijro qilganning o'zi haqqa tuqati bo'ladi. Kasal deyli. Kasalga o'ziga xos ruxsat bir ahkomlari bor. Musofir deyli, o'ziga xos ruxsat ahkomlari bor. Qo'rqinch holatdagi taklifot va ko'ngil xotirjam holatdagi taklifot, aqalliyat holatdagi taklifot, yana bir holatdagi taklifot, ocharchilik yuz bergan vaqtdagi ahvollar hammasininki dinda, ya'ni inson qiynaladigan,
ba'zi vazifalarni o'rinlayolmaydigan bir durumlarning hammasining o'ziga xos bir ahkomlari bor. Shu sharoitga ko'ra suv topolgan vaqtda uningcha, suv topolmagan vaqtda uningcha, masalan, tahorat qilish bobiga kelsak, masalan, saq odam o'ri turib namoz o'qiydi, kasal odam o'tirib o'qiydi, o'tirib o'qamiz yetib o'qiydi. Mana shunga o'xshash. Her şaraitninki bir ahkamlar oludu. Her ahkamlar şu şaraitte kılalaydıgan dairede buludu. Ondan sonra şunu vayga yetkizip kılışının özü hakka tuqatih oludu. O her kısmı tokunuşup kalmaydı. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha ve len tokunuşmaydı. İttakullaha fettakullaha mestata'tum tokunuşmaydı. Hemmisi özara birisini izahlaydıgan dairede. Şun başka ayetlerini düşünüyor vaktimizde öz ara birisine bağlayan bir şekilde düşünsek bence hatalaşmayız. Anlayan ayetin keyniki kileyli ve la temutunna illa ve entum muslimun. Ve la temutunna ölmenle davud Allah. İlla ve entum muslimun. Fakat Müslüman halette ölünler. Yani tekrar düşünüşecek desek süre hayatının ahırgıça üzerinin Müslüman haletini saklanlar. Yani sizleki ölüm Müslüman petekasın degan ma'noda. Yani bu yerda bir nokta var, ölüş ölmeslik noktası. Ölmenglar dedi. Müslüman buluş, Allah'a boysunuş. Bu ikinci nokta. Bu iki noktanın birinci noktası yani ölüş ölmeslik meselesi insanın tahtından sırtıdır işler. Ben öley ya ki ölmeyi de bir adam ülvağılı ya ki ölmeyi hayat yaşayılmaydı. Her zaman bizni ölüm kütüvatkan. Minut dinkin, ben ölüşüm mümkün. Saat dinkin ölüşüm mümkün. Bunu hiç kim okumaydı. Yani, xulasılasak, ölüm insanın takdida emas. Ayette ölmesi hakkında kelgan bu buyruqqa nisbatan insanın takdida emas da bu. Anda bizning diqqat nazarimiz bu yerdan darhol keynidagi ikkinchi qismga yo'tkilishi kerak. Chunki birinchi qism bizning qudrat doiremizda emas. Allohning bizga demoqchi bo'lgan taklifi bu emas. Çünkü ölümni hiç kim kontrol kılanmaydı. Ben ülettim, ölmettim diyenmeydi. Hatta özüge kaçan, qaysi sebep bilen, qaysi şekilde ölüm gelişini belgileyemeydi. Anas bu yerden ketdi. İkinci kısım qaysi? Müslüman haletini saklaşıp bunu biz kılalayımız. Bu ayetteki ölüş ölmeslik birinci nokta. Müslüman haletini saklaş, Müslüman buluş olmaz. İkinci nokta. Birinci nokta bizim gücümüz yetmeydi. Biz halığa tekrar dişinin haceti yok. Ölüdüğün vakit, orun, sebep, şekillerini biz belgileyemeyimiz. Ondan sonra bu yerden derhal bizim işimiz tügedi kettik ki ikinci noktaya geldik. Yani bizim Müslüman haletimizi saklaş meselesi. Bu bizim üstümüzge düşkünü. Yani ölüm bugün kelişi mümkün, et kelişi mümkün, ögün kelişi mümkün. Her zaman işkinin aldıda saklavatkan buluşu mümkün. Bizninki Müslüman emes haletimizde, masiyet üstüde ölümden kep qalmaslik uchun biz mushunga tirishchilik ko'rsatsak bo'ladi. Ya'ni ölüm kelganga qadar jiddiy holatni saqlash kerak. Ölümge nisbatan. Xuddi chegaraning qishig'i dushman askarlarini to'plasa, her zaman hujum qilishi mumkin. Bu vaqtida shu davlatdagi askarlar yoki shu davlatdagi xalq nima ish qiladi? Dushmanning her zaman hujum qilish ehtimolini ko'z tutib tayyorlik turadi. Bu aqalli dünyadaki bir iş. Hem de dünyada itiraf qilmaydigan insan yok üzgü ölümden qachon keldiganligini, bilmaydiganligini. Her zaman kelish ehtimoli borligini itiraf qilmaydigan insan yok. Hammadan itiraf qiladi. Unda ekan bir azroq aqlimizni ishlasak, bizning her zaman şu bizni ishning oldida saqlayotgan şu ölümge nisbatan jiddiy tayyorlik ustida turishimizningki lozim ekanligini düşünmek tersiniz. Ayet bizge del bu noktada vatıdı. Ölüm her daim göz aldığında ba, her daim işkenin aldığı ba. Belki maşinanın açkısının içilişi, senin ölümünün açkısının içilişi de belki. Bugün işkini içip sırtkı çıkınının özü ölümge ağan kademen oluşu mümkün. Doğandiken sen tayarlaksız kalma. Her daim özünün Allah koygan boysunuş halatını sakla. Özünün müminlikini sakla, Müslümanlıkını sakla, Allah bergen, Allah kılgan talimatlarını hayatında uygulaş halatını ahırgıca sakla. Degenden ibaret bunun manisi. Ondan keyin ki ayette, yani 103. ayette ilgirki ayette bizning ahirda keladigan bir yakunimiz var qarindoshlar. Yani insanın ölüm meselesini Allah
o'ziga xos bir ilm sifatida saqladi. Ya'ni bizga bildirmadi. Deganimizdek inson o'zining qachon, nada, qanday shaklda, nima sabab bilan o'lishini o'qimaydi. Bu Allohga xos bir ilm. Unda ekan, bizning bu holatda har zaman ilinib ketish, ya'ni jinimizning ilinish ehtimoli bor. Biz mana bir holatga ketayotgan bo'lg'achqa, bizning bu o'lim bizni bu dushman kabi saqlayotgan bir holatda qanday shaklda menish, kim boshlig'i yo'lga menish haqida o'ylanib baqish, shu qaror elish, bir tanlash majburiyatimiz, ya'ni tanlashimiz kerak ekan. Bu nuqtada Alloh subhanahu va taolo yo'lning qanday ekanligini bizga bildirib berdi. Va atasimu bihablillahi jami'an va la tafarraqu va zkuru ni'matallahi alaykum id kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana فكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Yani avval qısqacha bir tarjim qilsak, sizlar hammanglar o'rtaq bir shaklda Allohning og'amchisiga aslanglar, parchalanmanglar, Allohning sizlarga bergan ne'matlarini aslanglar, o'z vaqtida dushmantinglar sizlarning qalblaringlarni o'zaro birlashtirdi, Allohning ne'mati bilan qarindosh bo'ldinglar. Davzaqning levida edinglar, girvigida edinglar, Alloh uningdan sizlarni qutqazdi. Yani yuqoridagidek Alloh sizlarga oyatlarni bayon qilib berdi, sizlarning to'g'ri yo'l tepishinglar uchun dedi. Endi bu oyatdagi xitob Aws va Xazraj ikki qabilaga xitob qilgan shaklda butun mu'minlarni ogohlantiryapti. İslamdan ilgari kishilar orasidagi faxri har xil narsalar bilandir. Birisi o'zining ichidagi dangliq odamlar bilan faxrlansa, yana birisi o'zining ichidagi boylar bilan, yana birisi o'zining ichidagi shoirlar bilan faxrlanadi. Islom keldimi, mu'minlarning orasida islomdan boshqa har qanday bir kishi bilan faxrlanish qolmaydi. Biz faxrlanish to'g'ri kelib qolsa, faqat nim bilan faxrlanamiz? Islom bilan faxrlanamiz. Masalan, ilgari darsimizda o'tdik. Madinadagi arablar orasida Aws va Xazraj deb ikki qabila bor. Bu ikki qabila tarixdan buyon urush, jangi, jidal qurmagan bir qabila. Din dushmanlari, ya'ni Yahudlar, ahli kitoblar shu vaqtda ikki qabilaning o'tirisida jangi, jidal terish orqali manfaatni foydalanib o'zining shu vaqtdagi muqimlik va tijorat kerimi, pul tepish qatorliq nupuzga kafolatlik qiladi. Endi buni faqat dushmanlar ko'ngil olmaydi. Chunki shu odamlar o'zi yuchuq chiqarib bermasa, boshqalar ulardan foydalanmaydi asli. Bu yuchuq nima desa, bir Aws deydi, bizning oramizda munda dangliq odamlar bor deydi. Xazraj deydi, bizning oramizda munda dangliq odamlar bor deydi. Masalan, mushu nuqtalar hammasi mu'minlar orasida o'zaro ixtilofga olib boradi. Bu nuqtadan oyat bizda aytadiki, faqat esildigan narsa nima? Allohning og'amchisi. Faxrlanadigan narsa nima? Allohning og'amchisi. Undan boshqa faxrlanadigan narsa yo'q. Islomdan boshqa faxrlanadigan narsa yo'q. Masalan, islomdan ilgari ashtagan islomdan keyin hamda islomdagi Avslan, Xazraj va boshqa kishilar o'zining ichidan chiqqan islomdagi buyuk kishilar bilan faxrlanadigan bo'ldi. Bu nuqta İslam noqtasiga boshlab bordi. Hamma odam bir nuqtaga boshlab bordi. Masalan deylik, Aws Xuzaym radhiyallohu anhu bizdan da faxrlandi masalan. Hanzalat ibn Rahib bizdan deydi. Masalan, yana birisi masalan Xazraj desak, palani bizdan, masalan Ubay ibn Ka'b, Zayd ibn Sabit bizdan deydi. Endi bularning faxr qilgan bu ko'rsatgan kishilarga qarata shunda iznib basak, hammasi tutishib qoladigan, o'rtoqlashib qoladigan bir nuqta. U o'zim nima? Islom. Aws Xuzaymdan faxrlangan bo'lsa, Xazraj Ubay ibn Ka'bdan, Zayd ibn Sabitdan faxrlangan bo'lsa, nima uchun faxrlanadi? Bularning islomdagi bir alohidlik uchun faxrlanadiki, oxirgi tutishadigan nuqta, nagib nuqta, ya'ni islom qo'yib to'xta. Masalan, misol olsak, bu Xuzaym radhiyallohu anhuning
alohidligi Rasululloh buning bir guvohligini ikki kishining guvohligining o'rniga hisob qilgan. Huzaym radhiyallohu anhu iymon, haqiqiy bir nuroniy iymon sohibi bo'lg'achqa. Buning vaqaligi manda Rasululloh bir Yeziddan kirgan kishidan bir otdan birini sotib oldi. Sotib olib, savdoni qilib bo'lgandan keyin tuptu, men o'girib pul akilay deb pul akilish uchun ketdi. Borliqda boshqalar Rasulullohning sotib olganini o'qimay, buningga yuqori baho qo'ydi-da, "Ela qarobi, ina oldi kendiga." Rasulullohning buni olgandim senda desa, "Ya, guvoching olsa ekan. Men sen satmadim, meni satma deblam, yenib olgandan keyin buning guvoch yo'q o'rtada, chunki ikkisi ayrim qilgan so'da Huzayma radhiyallohu anhu Rasulullohning qashiga kelib, "Men guvoh." Mesela şu bir ayaklar işte Resulullah sen bizning qashimizda bo'lmasan qanday guvohlik qilgandan keyin men deydi. Sening osmondan etgan xabaringga, Alloh nomidan aytgan so'zlaringga tasdiqlab guvohlik berganda, sening bu kichikgina ishlaringda sen guvohlik bermamdim men sana. degan shaklda bir ma'no ifodalagan. Shundan Rasululloh shu vaqtida Huzaymaning qalbidagi iymonning ifodasini, Huzaymaning ruhidagi nurning ifodasini ko'rib Rasululloh deganda, "Men shahidalahu Huzayma." Kim Huzayma guvohlik versa kimga? Yetarlikin ishkidamning guvohligining o'rnida o'tirdi degan bir shaklda hadis kelgan ahvollar bor. Ya'ni bu yerdagi Huzaymaning bir guvohligining ikki guvohlik bo'lishi bir alohida ahvol hamda bu navbatdagi ahvolda xuddi bir odamning siyosiy huquqiga o'xshash bir gapchi bu. Rasululloh buningga bu qadar bir nimani medalni bergan bo'lsa, ikki guvohlikqa o'tdi deb. Nima uchun berdi buni? Nima uchun berdi buni? Uning islomining yaxshi bo'lganligi uchun berdi, tamam. Yana bir misol bu Huzaymani bir qabildan deb turaylik, uning orqali farq qilishga arziydi. Zayd ibn Sabit radhiyallohu anhu desa, Zayd ibn Sabit radhiyallohu anhu Qur'onning to'plag'uvchisi. Zayd ibn Sabit radhiyallohu anhu vahiyning yozuvchisi, farq qilishga tegishli bir sahoba. Qur'onni to'playotgan vaqtida shaqqanki ikki odam guvohlik ko'rsa, galbasana bir oyatga. Ya'ni Rasulullohdan anlaganligini, Rasulullohning oldida yozganligiga ikki odam guvohlik qilsa, undan to'playman. O'zi qari olmasa, men ta'kidlash masalani texmo ishonchli bir holatga turish uchun mashta shartni qo'yib, Qur'on to'plash xizmatini davom qildi. Sura Tavbaning kendiki bir oyat kelgan vaqtda bu oyatga o'zi qari, yodliqlik ham yezliqlik bor, ammo texmo ishonchli qilish uchun o'zidan boshqa ikki odamning guvohligini istaganlik uchun bir oyat ep qo'yildi. Ya'ni shu oyatning ikki guvohlik sharti to'xtamay qoldi. Shu vaqtda Huzayma kelib buni bergan, guvohlik qo'ygan. Huzaymaning guvohligi ikki guvohlik asosida buni Qur'on to'plash shartiga uyg'un bir shaklda to'plab turgan. Ya'ni bu yerda Zayd ibn Sabit deymiz, bir misolga da'vatman yuqoridagi voqealiklarni. Huzayma deymiz, shunga o'xshagan faxr qilishga islom kelgandan keyin faxr qilingan nuqta nagib taqaldi desa, islom g'o'yib taqaldi. Huzaymadan bir odam faxrlansa, buning islomiy yuzidan faxrlanadi. Zayd ibn Sabitdan birisi faxrlansa, buning islomiy yuzidan faxrlanadi. Ikkilisini bir yerga akilib faxrlangichlar o'rtaq bir so'rin kelgan vaqtda yana uchrashadigan nuqta o'simi Qur'on, islom, Allohning og'am usulidir. Oyatda va'tasimu bihablillah Allohning og'amsiga eslanglar va la tafarraqu va zkuru ni'matallahi alaykum iz kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum degan oyatdagi Allohning og'amsiga eslangligini har odamning kallasida Qur'on bo'lsin, har odamning kallasida islom bo'lsin, faxrlansa Qur'on orqali faxrlansa islom orqali faxrlansin, musobaqalatsa baslasa Qur'onda, islomda baslasin, shuning musobaqalatsin. Bu vaqtida ixtilof bo'lmaydi. Ammo Qur'ondan, islomdan boshqa har qanday bir narsadan faxrlandimi, shu vaqtda adovat boshlanadi. Oyat asl tuvatudiki Alloh sizlarni birlashtirdi, o'z vaqtida dushman tinglar, Avslan Xazrajni misol qilib turib butun mo'minlarga da'vat etdi. Avslan Xazraj asli ikki qarindosh, dadasi bir o'g'il, ikki qarindosh. Bularning naslidan kelib chiqqan ikki jamoat, keyin asosida ikki qabila bularning o'tirisida urush taxminan 120 yil atrofida qanaqalar davom qilgan. Hech kim xotirjam emas. Hech kim xotirjam safar qilolmaydi. Hech kim bir mahalladan bir mahallaga xotirjam ma'olmaydi. Pat-pat urushlar bo'lib turgan, asr ab turgan, o'ltirib turgan. Bu qadar echinishli bir turmushni Alloh subhanahu va taolo islom degan bir og'amchi bilan qanaqa oldi, qutqizib oldi. Esingda bo'lsin, odam badandagi har a'zoning qilgan ishining
Tilimiz orqali birini tillasak yoki maqtasak, qo'limiz orqali birisiga aziyat yetkazsak yoki yaxshilik qilsak, putimiz orqali bir yaxshi yo'lga mangsak yoki yomon yo'lga mangsak, cho'qimki buning qalbda bir harakatlantiruvchi kuchi bo'ladi. Shunga oyatda fa'allafa bayna qulubikum deb qalb ma'nosini tilga olishi eng burun qalblar o'zaro bir-biridan qana qilishga tutish kerak. Qo'l, put, harakat, badan a'zolari avtomatik holatda shu vaqtda o'ngishiladi. Ondan keyin oyatning oxirisida va kuntum ala shafa hufratin minan nar. Do'zaxning girvikida, ya'ni asosan tugsha bir yerga borib qolgan, agar islom kelmagan bo'lsa, sizning ishinglar qana qildi, tugaydi. Oyatning oxirisida kezalika yubayyinullohu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Ya'ni islomning ne'matini dunyoda mush shaklda ko'rsizlar. İslamdan yiroqlashgan, islomning ta'limotini hayotda tatbiqlamaganlar, uning natijasini dunyoda ko'radi. İslamni o'zining hayoti qilib birlashganlar uning natijasini dunyoda ko'radi. Ya'ni iymon insonni dunyoda qutqizolgandek xafalıqdan, mushkulotlardan, qiyinchilikdan, o'zaro pirq-pirq bo'linishdan, o'zaro bir-birining qanday to'kishni qutqizolgandek qiyomat kunisimi ham do'zaxdan qutqizadi. Ammo mu'min qiyomat kunisi do'zaxdan qutulish orqali iymonning natijasini ko'rishdan ilgarilam dunyoda qanday qiladi, ko'rib bo'ladi. Bizlar Arablar eng go'zal misol bunga nisbatan islom kelishidan ilgari Arablarning ahvoli qanday, islom kelgandan keyin Arablarning ahvoli qanday bo'ldi va bugungi kunimizda Arablar islomdan yiroqlashib, islomni tashlagandan keyin Arablarning ahvoli qanday bo'ldi? Buni so'zlash hojatsiz. Ahvolga shunday alam qarasak, tarixga shunday alam qarasak, Allohga ag'am eslashining, Allohning ag'amsini eslashining natijasi nima? Allohning ag'amsini qo'yib o'tishning natijasi nima? Allohning ag'amsini qo'yib o'tgandan keyin bizni saqlab turgan hang, qanday hang bizga tasvirlangan ashta go'zal bir yami yoki bizning halokatimizmi? Bu nihoyatda oydin masala. Qarab baqsaq ham bo'ladi. La'allakum tahtadun ki bizning dunyodagi to'g'ri yo'limiz buningga bog'liq. Bugun darsimiz vaqt munosabati bilan mushada to'xtaymiz. Inshaalloh darsimizning davomini 104-oyatda 2 soatlik darsda davom qilamiz. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.